bir kunda implantlar qo'yib, so'ngra koronkalari bilan chiqib ketish mumkinligini bilasizmi? 30 yillik tajribali mutaxassis sifatida hozirgi raqamli implantologiyalar haqida nima deyish mumkin? Oldinlari juda ham murakkab holatda qo'yilardi. Murakkab holat qanday bo'ladi? Murakkab holatlar kesiladi, suyaklar ochilardi, kasalga ko'proq travma beriladi. Shuni hisobiga implantlar turish muddati-yu, uni bitish muddati juda ham cho'zilib ketardi. Hozirgi raqamli implantologiyada bu juda ham oson. Nimasiga hammasi hisoblangan, kompyuterda tekshirilib, yuqori darajadagi aniqlik bilan qo'yiladi. Shuni hisobiga kasalda og'riq sezilmaydi. Juda qisqa muddatda reabilitatsiya jarayoni o'tadi. Yana bitta qulay tomoni, bu bir kunda o'zini tishi bilan, ya'ni koronkalari bilan chiqib ketish imkoniyati mavjud. Chunki raqamli implantologiyada juda ham katta aniqlikdagi qo'yilishini hisobiga, suyakning qalinligi, milklari kesilmasligini hisobiga bittada tish bilan chiqib ketishi mumkin. Agar sizga tajribali mutaxassislar va raqamli implantologiyadan foydalanish zaruriyati bo'lsa, bizning Muratov Clinics'ga murojaat qilishingiz mumkin.